Mana bu tomni mikroklimat qilib qo'yganini ko'ryapsiz aka. Bu sun'iy intellekt emas, haqiqatan shunaqa. Men o'zim Selibidagi bitta choyxonaga borganimda, aka meni chaqirib aytgan, "O Abbos, bu tomim isib ketyapti. Mijozlarim xonada o'tira olmayapti, chunki issiq bo'lyapti. Nimaga yechim qildim desam, mikroklimat qilib suv qilib qo'yganman. Suvni isrof qilayotgan bo'lgan." Keyin biz bu aka bilan gaplashib kelishib, tepa tarafidan polistirol lombozdan lomboz qilib berganmiz aka. Shu yechim bilan shu masalasi hal bo'lgan. Ko'pchilik menga yozadi, "Abbos, oldin polistirol lombozing bo'lmagan-ku, odamlar shunda yashagan-ku" deydi. Ha, to'g'ri aka, oldin bilsangiz, mana bunaqa tunkani o'rniga shipr ishlatishgan, shipr uncha issiq ushlagan. Undan keyin oq tunkalar chiqdi, keyin yana har xil rangli tunkalar chiqdi. Bagati bo'lsin deb ko'pchilik qora tunkan bo'lyapti. Siz ham menimcha uyingizga qora tunka ishlatib qo'ygan bo'lsangiz kerak aka. Chunki qora tunki issig'i yana ko'proq tortadi. Pastda havo aylanmagandan keyin hamma issig'ini tepadan pastga o'tkazib aka, yoz yaqin. Agarda siz hali ham uyingizni patologiyadan issiq o'tayotgan yoki o'tmayotgan sezmay uyingiz isib ketayotgan bo'lsa, eng to'g'ri variant tomingizni bitta ko'rib qo'yish varianti bo'ladi. Bu asosan aka issig'ini tepadan o'tkazmasligi emas, uyingizni issig'ini tepaga chiqib ketmasligi uchun ham ta'minlab beradi. Bu polistirol lombozlarimiz qop ko'rinishda bo'ladi. Bitta qopimiz 2-3 kvadrat metr yetadi. 5 sm qallaydi. Eng asosiysi narxi juda ham arzon. Bitta qopi 105 ming so'm bo'lgan polistirol lombozlarimiz taxminan sizga quyib berish usta haqqilari bilan 60-65 ming so'mga aylanadi. Agar o'zingiz 2 kishi bo'lib turib 150-200 kvadrat joyi quyib yuboraman deydigan bo'lsangiz, aka sizga 30-35 mingga 1 kvadrat metri aylanadi. Eng asosiysi butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Pastda raqamlarni qoldiraman. Agar sizga ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, uyda lomboz qilish kerak bo'lgan yoki tomi qora bo'lgan o'rtog'ingizga shu videoni tashlab qo'ysangiz manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum.